ham narxi bilan, ham mazasi bilan yoshlikni eslatadigan joyga keldim. Bir zumda sosiska xonasi. Men bu yerni bir emas, bir necha marta tavsiya qilganman. Hozir esa Ibn Sinodagi filialiga keldim. Zo'r yengillik qilishibdi. Bu yerga nonushtaga kelib, 35 ming so'mlik setidan olsangiz, sariyog'li non va mana shu kolbasalardan mutlaqo bepulga qo'shib berishar ekan. Nonushta har kuni tongi 5:00 dan 10:00 gacha davom etadi. Setlari ham bir-biridan mazali. Qaynatilgan pyureli, sariyog'li setlar 35 mingdan. Mana bu qizdirilgan sosiska seti esa 40 ming so'm. Bir zumda sosiska xonasining narxlari arzon, lekin podachalari premium darajada. Eng asosiysi mahsulotlari ishonchli. Har kuni yangi keladi. Atabekov brendi ostida o'zligi ishlab chiqarishadi. Mahsulotlarni ham uyingizga to'g'ridan-to'g'ri shu yerdan sotib olsangiz bo'ladi. Yana bonuslari ham bor ekan. Masalan, buni olsangiz, buni qo'shib berishar ekan. Yoki buni olsangiz, yana bundan qo'shib berishar ekan. Shu joyga bitta like bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Bir zumda sosiska xonasini shahar bo'ylab filiallari ko'p. Aynan bu qulayliklar Ibn Sino filialida amal qilyapti. Bu joyning adresi Ibn Sino bozorchadan Bitokaga qarab chiqib ketaverishda o'ng qo'lda joylashgan. Bu videoni nonushta qilish uchun hamyonbop, ham mazali joy qidirib yurgan tanishingizga jo'natib qo'ying.